Assalomu alaykum hammalarga, tan joninglar sog'mi? Mana xudo xolisa bomdodam bo'ldi, tongam otyapti. Bugun katta o'yinimiz O'zbekiston Kolumbiya. Kecha Portugaliya Kongo o'yinini ko'rdik. Juda kuchli-ku, a? Kayfiyat cho'ktirmaymiz. Bizda ham kuchli o'yin ko'rsata olamiz ularga. Xudo xolisa yutamiz deb o'ylayman, yutamiz. Kayfiyat tushirmaymiz. Xullas, shu dumaloq hafta orqali O'zbekiston juda taniqli bo'lib ketadi, xudo xolisa. Yutamiz ularni. Kolumbiyasini ham yutamiz, Portugaliyasini ham, Kongosini ham yutamiz. Kayfiyat tushirmaymiz. Olg'a O'zbekiston, go O'zbekiston deydi-yu. Olg'a hamisha. Hali zo'r o'yinlar bor oldinda, xudo xolisa. Xudo xolisa o'yinlarimiz zo'r bo'ladi. Kayfiyat tushirmaymiz. Bugun shunaqa o'yin ko'rsataylik ularga. Ertaga O'zbekiston bilan Portugaliya yoki Kongo o'ynaydigan bo'lsa, fikrlab qolsam, va kuchli ekan ular. Ular bilan o'yin qanday o'ynaymiz deb trenerlari bir fikrlasa. Fabio Carvalhodan iltimos qilib qolardi, bolalarning kayfiyatini ko'tarib, cho'ktirmasdan, olg'a qani, davay bir chiroyli bir so'zlar bilan ularni ruhlarini tirsa, xudo xolisa o'yinlarimiz zo'r bo'ladi. Tan joninglar sog' bo'lsin. O'yindan keyin gaplashamiz, xudo xolisa o'yindan keyin.